Menga alam qilayotgani, mani xotinimni begina erki kafeda yolg'iz ovutib o'tirgani. O'sha paytda sen oldingda men bo'lishim kerak edi. Bugun men Dostonni kafedan quvib soldim. Bildingizmi? Endi u boshqa kafega qaytib kelmaydi. Bo'ldimi? Ko'nglingiz xotirjam bo'ldimi? Madina, ke. Bunaqa bir-birimizni azoblashib bas qilaylik. Tushunmadim. Bu bilan nima demoqchisiz? Men oilam bilan tinch totuv yashagim kelyapti. Kechqurun uyga kelganimda xotinim ovqat tayyorlab, shirin jilmayib kutib olishini xohlayman. Farzand ko'rsam deyman. Bola ko'rgim kelyapti. Xotinim bilan betashvish yashagim kelyapti. Tushunyapsanmi? Lekin sen doim ish bilan bandsan. Sen uchun oila emas, ish muhim. Hamma narsang bo'lsa ham tinch yashamaysan. Hamma narsani o'zing qilging keladi. Faqat o'zingning prinsiplaring bilan yashab kelyapsan.